Mana bu ham Dilshodbekki ikkinchi dalasi. 5-iyulda FL 67 shu yerga ekilgan ekan, mana bizdan urug'ini olgan. Bugun 24-iyul 19 kunlik holati. Mana bu yo'dalada hozir o'rimga tayyorlayotgan FL 67. Bu 120 kunlik holat. Endi e'tibor berishingizni so'rayman. O narigi uzoqdagi dala 10 kun bo'lgan ekan, ekilgan ekan. 14-iyulda ekilgan ekan. Hozir yoniga borib uni ham ko'rsatamiz. Mana hurmatli chorvadorlar, Dilshodbekki 3-dalasida bu 10-iyulda ekilgan makka jo'xorisi ekan. Endi birinchi suvdan chiqib kultivatsiya qilib qo'yilibdi. Mana buni ham e'tibor berishingizni so'raymiz. Mana bu chegaradan buyog'i boshqa urug' ekilgan ekan. Bir kunda ekilgan, bir xil suv, bir xil qarov farqini. Bu yoq 67, mana chap tomonimdagi 67, bu yoqdagi boshqa urug'. Boshqa kompaniya ham, bu ham chet ellik urug'i. O'sishdan, yoshligidan ajralib turishini o'zingizlar farqlab olasizlar. O'zinglarni, taassurotinglarni. Aka, urug' zo'r ekan. Zo'r chiqyapmiz. Aslini ham ko'ryapsiz-ku, mana hali bir xot chiqib bormadik. O'sha 4 ta kamaz to'lib ketdi. Mana ko'p joylarda anaqa o'rayapsizlar. Shunaqa jo'xorilar ko'rganmidingiz undan oldin? Shunga o'xshashlari bormi? Xo'p. 2 xilni ko'rdim aka. Bu mana 3-chi xil. Bu ham yaxshi ekan. Changeman nima shu ham yaxshi ekan. Ha. So'talari to'liq, mana o'rtalaridagi. Urug'da gap yo'q, urug' zo'r ekan. Olib hammaga dehqonlarga tavsiya qilamiz. Olib eksin, yaxshi daromad oladi. Mana aziz chorvadorlar, biza kutgan kunda keldi mana. Silosiz tayyor bo'ldi mana. Donni qarang, buni ichidagi donni. Donni qarang. Mana kombayndan to'kilib qolgan joyi. Mana operator yaqinroq olib ko'rsating. Mana sizga silos. Hammasi ezilgan. Как положено. Sap sariq. Barakasini bersin. Mana Sobir akam ham keldilar. Mana shu urug'ni tarqatgan, Namanganda tarqatish bo'yicha sababchi bo'lgan odamlar. Mana ichiga keldik. Boyagida hali va'da berdik, ichini ham ko'rsatamiz o'rganda deb. Mana hurmatli chorvadorlar, ichi ham bir xil. Bo'yi ham, so'ta ham, dona ham. Operator bir o'rilgan joylarni ham ko'rsatib yuboring. 1,5 gektarlik dala ekan bu. Uzunasiga salkam 1 kilometr ekan. Shunda 1 gektarga qancha ekilgan deyishdi? 33-34 kilo ekvorman, ko'p ekvorman. Aka ozgina nima qildi? Gapingizga quloq solmayman. 25 kilo tavsiya beruvdinglar. Shuni sal adashibman, shunda ham mana zo'r. Ben bir yoqda ikkinchi dala ekibdi-yu, yana sizdan urug' olgan ekan. Uni shu 25 kilo ekibdi. Bu ham 67 ekan. Pas bo'lib turgan. O'shanga mana ichki tomonni ham ahamiyat berasizlar. Alloh barakasini bersin. Chorvadorlarga buni moliga yedirayotgan chorvadorlar ham baraka topsin, xohlasa sut ko'paysin, go'sht ko'paysin. Aytganimizdek silosi juda kaloriyasi kuchli deb va'da berishgan. Xohlasa uni ham ko'ramiz. Mana ichigacha hamma bu ham yomon emas, lekin sutini qarang.
zo'r. Xudo xolasa qani. Shu bitta aybi qalin kelgan ekanda. Aylanasiga sanaymiz so'tani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ta. Rekord. Uzunasiga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ta. 45 taga 22 ta. 1000 dona degan so'z. Bitta so'tada 1000 dona johori doni bor. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Aka qorbayin, charchamadingizmi? Salomat bo'ling, rahmat aka. Kombayn gulla bordi-yu aka. Makkani urug'i zo'r ekanda aka. Gulla bordi-yu kombaynni. 5 qator qilib o'rsangiz ham menimcha hozir necha qator o'ryapsiz? 7 qator o'ryapti. 7 qator. Kombayningiz mo'shni ekan, yaxshi ekan. 8 porje endi bundan baquvvati yo'q. Baquvvat, men shuni omodicha qiynab qo'yapti bu. Chunki hali 5 ta joyi o'rganib ko'rdik-da. Gulla bordi kombayn. 4 qator o'rdik. Aka, urug'laring zo'r ekan, gap yo'q. Dehqonlarga tavsiya qilamiz. Olib eksin. Daromadni yaxshi qiladi. Men Dilshodjon ham yaxshi daromad qilib, mana xursandku, kepkalari kelib turibdilar. Gap yo'q. Endi siz mana xolis odamsiz bu yerda. Aka, Makka zo'r. Hamma joyda o'rib yurasiz. Bilishimcha endi kombayn bitta shundoq, xalq xizmatidasiz, dehqonlarning xizmatidasiz. Endi boshqa joylarga solishtirganda endi bir og'iz qanaqa nima deya olasiz? Aka, endi mana haligim men bir 3-4 xilligini bilardim, urug'i. Ular ham yaxshi firma, yaxshi urug'. Ammo sizniki ham ularnikidan qolishmas ekan. Bu ham vaqti zo'r narsa ekan. Gektari 10 tadan bergan urug'i ko'rganman. Bu hozir 13 14 taga to'g'ri kelyapti gektari. Mashina hisobi. Mashina hisobiga. 14 ta kamazga to'g'ri kelyapti aka. Urug'laring zo'r ekan. Hammaga tavsiya qilamiz, dehqonlarga tavsiya qilamiz aka. Baraka topsin. Baraka topsin. Buni silosini yedirgan chorvadorlar ham baraka topsin. Mollari semirsin, sut ko'paysin. Bizning maqsadimiz ham shu. Gap yo'q, urug'laring zo'r ekan ammo. Xudo xolasa mana o'zimdan nargilga va shu urug'dan berasiz bir ekaman aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa mana. Siz xolis odamsiz, o'shaning uchun sizga. O'sha xolis aytaman. Ammo urug'laring zo'r ekan, gap yo'q. Buni markasi nima edi? FL 67 degan Xitoy makka urug'i. FL 67. Ha, 67. Gap yo'q, dehqonlarga tavsiya qilamiz aka. Bo'ldi o'sha. Dehqonlari ichida yuramiz, endi qaysi marka zo'r desa tavsiya qilib yurganmiz. Buni ham endi qo'shimcha aytamiz aka. Har doim yuzimiz yorug' qilsin Alloh shunaqa. Gap yo'q aka. Bo'lsin. Endi buni plus tomoni endi yana ham bir bu endi hozirgi birinchi hosil-ku, Xudo xolasa, buni silosi ham bizga yaratgan o'sha xitoylik olim odam aytgan, buni silosini alohida yedirib ko'ringlar, sut yo'nalish bo'lsa sut, go'sht yo'nalsa go'sht. Vitamini ham baland demoqchisiz, kaloriyasi baland. Ichida kraxmali-yu, proteini-yu, quruq modda, yog'i, kletchatkasi, hammasi shu mos keladigan qilib yaratganman shu gibridni deb bizga shuni aytgan. Endi Xudo xolasa uni ham natijasini ko'ramiz. Chorvadorlardan iltimos qilamiz. Shu makkani yedirgan, silosini yedirgan chorvadorlarga iltimos qilamiz. Alohida bir kontrol qilsanglar, shuni silosini natijasini keyin yana ham bir suhbat qilamiz. Rahmat sizga, yo'lga barakatini bersin. Xo'p, sog' bo'ling. Ammo nargilga berasiz urug'dan bir ekaman mana. Xudo xolasa nasib. Xo'p, rahmat. Namanganda shu yerda Chustda filialimiz bor, do'konchi Sobir hojaga. Bizani Chust qatida endi? Bilmadim, sentrda deydi. Men hali lekin adresini aytsangiz, adresini ham aytib qo'yamiz. Dilshodjon biladi. Dilshodjon biladi, ha, Dilshodjon biladi. Urug'i Xudo xolasa shulardan o'rasizlar, shu yerda Toshkentda qidirib yurmaysizlar. Bo'ldi, gap yo'q aka. Salomat bo'ling. Xo'p aka, rahmat. Ishingizga omad.
Bor. Farqida boshqa joydagi o'rgan silosingiz bilan bu silos og'irroqda emasmi mashinadan bilasizmi? Bilinmaydimi? Charchamaydi. Endi dalada yuribsiz-ku, o'zingizni bir makkan ko'rinishidan qanaqa bo'ladi? To'g'ri gapmi? Rahmat. Biz shu urug' olib kelgan odammiz. Shuning uchun savol javob qilyapmiz. Sog' bo'ling, charchamanglar. Telefon kilit PMK. O'rtacha nechi tonna bitta kamera? PMK'da qo'ydimi gradusda? Silosimi? Ha. Bir mashinangiz to'ldirib olib ketganingiz 10 tonnagacha chiqadi. 10 tonnagacha. O'rtacha 9,5 tonna, 9, 10 gacha. Hozir buni bir mashinani o'rtacha 9 tonna deb hisoblasak chiqadi. chiqadimi? Chunki taroz yo'q ekan, biz torttirmoqchi edik buni. Ja bo'lmasa bir mashinani bo'lsa ham tortaylik desak, bu atrofda hech qayerda taroz yo'q deysiz. O'tgan safar o'netdagi ham sizlar urug'laring bo'lgan. Ha. O'netdagi. Zildagi 7 tonna chiqqan ekan. Kamazdagi 11-12 tonna chiqardi. Zilda tortilgan ashitda kelaga sotganda 7 tonnadan chiqqan. Shuncha somon qilamiz. Somon shu vaqt. Somonni ustidan buni tashlaymiz, sepib 5 soat magnum bosadi. Kami, shuncha oldi. O'zi qarang, bu kitobida qonun qo'ydasa, necha kun dimlash turish kerak? 3 kun tayyor bo'ladi. Aziz o'zbekam 50. qonun qo'ydi. Sen bakteriyalar o'zi o'zi. Narvi bir oyda o'tdi. 50 kun turadi. Endi o'zimizcha musulmoncha chillash chiqish kerak. 40 kun turish kerak. Narga bir yilda ochdik. Chillash degan Bir gap oyda bor. ochdik. Sarg'ayib, chiroyli. Ama ben şeyga o'zga 3 xo'roz bo'lsa bizda yana hasharlar borda, qish ochmadi deb 6 oyda 6 oylikni ochdi. 2 yil turadi. Yaxshi bosilgan, to'g'ri bosilgan silos 2 yil saqlasangiz. Charchamadingizmi? Aka, yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Va nihoyat kulminatsion momentga keldik bugungi kunimizda. Dilshod, nechinchi mashina bu oxiri? Bu 21-si aka. 21-chi. 21-chi Kamaz. 21-chi Kamaz. O'rtacha 10 tonna. Shunaqa 10 tonna. 10 tonna demaylik, 9 tonna deylik. 9 tonna. 9 tonna, hamma minus olib tashlaylik 1 tonna. 180 tonna bo'ladimi? 180 tonna qancha joydan? 1,5 gektar. 1,5 gektar. Rekord qo'ydingiz og'ayni. Rahmat. Tabriklayman, barakasini bersin. Rahmat aka. So'y rahmat. ishingizga, mehnatingizga rozi bo'ling. Men roziman. Sizlar rozi. Alloh har doim sizning yuzingizni yorug' qilib yursin. Rahmat aka. Topganlaringizga Alloh baraka bersin. Yaxshiliklarga ishlatinglar. Rahmat aka, rahmat. Bugungi kunga bu hurmatli fermerlar, dehqonlar rekord natija. Chushda ham rekord bo'ldi, chushda ham. Qanchada? Chushda ham rekord bo'ldi. Chushda ham rekord, butun respublikada rekord Nimaga bo'ldi. deganda, chushda faqat Kamazga o'riladi-da. Aha. Eng maksimal zo'r bo'lgan 11 Kamaz hektari. Bu hozir gektar 13 Kamaz to'g'ri kelyapti hektari. Kamaz boy hisoblanadi. Bizda kilovatr sotilmaydi, Kamaz sotiladi. Kamaz bor. 1 hektari bizda eng maksimal zo'r bo'lgani bitta ikki odam, sanoqli odamlarga 11 Kamaz, 17 Kamaz qiladi. Zo'ri. Bu hozir 13 Kamaz qildi. Barakasiz. Sizlar rozimisiz? Urug'dan rozimisiz? Rozimiz. Rahmat. Yaxshi kunlarda, yana yil Xudo xolasa, nasib qilsa yana ishlashamiz. Ishlaymiz. Sog'likda, omonlikda. Mana hurmatli fermerlar 1,5 gektar joydan 180 tonna. Bu eng minimalni hisoblaganimizda. Minimalda. Har bir mashinadan 1 tonnadan skidka olib tashyapmiz. Yana bitta joy qolib ketdi lekin ham u. Yana bitta zakaz qoldi hozir. Bir qatori qolgan. Bir qator o'zim bir Kamaz chiqadi. 750 metrlik joyda bir qator joy qoldi, jadga ololmayapti. Chunki buni orqasida donlikka ekilgan makajo'xori bor. Uni payhon qilmaslik uchun Dilshod qoldirishga rozi bo'ldi. Shu qolaversin. Lekin hozir buni ham o'rsak 21 Kamaz to'liq chiqadi. 21 Kamaz to'liq. Bu degani so'z 190 tonna. 190 tonna. 1,5 gektardan. Hammaga ham shunaqa rezultatlar nasib qilsin. Yo'q. Allohim bundan keyin ham dehqonlarimizga Alloh topganiga Alloh baraka bersin, dehqonligiga baraka bersin. Yana bundan ham katta rezultatlarga yetishishlikka Alloh nasib qilsin. Tabriklayman Dilshod. Katta rahmat. Bu kunga siz chempion bo'ldingiz. Bu kungacha o'rgan makajo'xorlarning ichida.
Rahmat. Rahmat. Hammaligi sizlarga ham rahmat.